Assalomu alaykum Instagram. Bozor yopilishiga ham 1 daqiqa vaqt qoldi. Amerika vaqti bilan hozir vaqtimiz 3:59 PM. Bozor yopilsa qo'ng'iroqchi ham chalinadi. Bu aksiya ertaga, ya'ni bugun sanamiz 21-yanvar, ertaga 22-yanvar sanasida eng kamida 60% atrofida yurib beradi. Mana shu narxlarga 69 sentlarga chiqib beradi. Videoning davomini ko'ring. Assalomu alaykum Instagram. Videoning davomi mana bugun Market Open. Hozir mana bizani sanamizda 22-yanvar, 21-da tahlil qilinib savdoga kirildi. Va aksiyamiz videoda aytilgandek 1/1 65% yurdi. Spot tariqasida mana biz kapta aksiyasidan $3015 brokers hisobimizdan foyda yechdik. Kimga shunaqa videolar qiziq bo'lsa, ya'ni videoni har kuni joylab boraman, har bir kirayotgan aksiyamizga oldindan kirib chiqishlarimizni like qoldiring va izohlar qismida Optimus deb yozib qoldirsanglar, xuddi shu savdo metodi qanaqa ishlashligini 10 daqiqalik videoda ko'rsatganman. Shaxsiylarga yuboraman.